islohotlarimizning boshida odamlarga munosib turmush sharoitini yaxshilash, ular uchun yangi uy-joylar barpo qilish eng ustuvor vazifalarimizdan biri bo'layapti. Bundan 4 yil avval aholimizning uy-joy sotib olish imkoniyatini kengaytirish uchun ipoteka tizimining bozor tamoyillariga asoslangan yangi tartibni joriy qildik. Ushbu davrda barcha manbalardan 100 trillion so'm mablag' yo'naltirildi. Tasavvur qilsalaring 2016-19 yillarga nisbatan 4 baravar ko'p. Bularning hisobiga hududlarda 6000 ta ko'p qavatli uy-joy barpo etilib, 250 ming oila yangi boshpanali bo'ldi. Daromati yuqori bo'lmagan 45 mingta oilaga boshlang'ich badal va foiz to'lovi uchun 2.4 trillion so'mlik subsidiya berildi. Umuman so'nggi yillarda mamlakatimizda uy-joy qurish keskin ko'paygani hisobiga quruvchilar ham, hokimlar ham katta tajriba orttirdi. Endi ular qurilish tannarxini pasaytirish va uylar sifatini yaxshilash bilan qattiq shug'ullanishlari vaqti keldi. Qaysi vazir yoki hokim uy-joy narxi oshishining sababini ichiga kirib, uni oldini olish bo'yicha bosh qotiryapti. Zakirov viloyat hokimlari bilan birga 2 hafta muddatda qurilish tannarxini pasaytirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqib, ijrosini ta'minlash bo'yicha hisobot berasizlar. Bir narsani aniq tushunish kerak. Uy-joy narxi keskin oshib ketishini oldini olish uchun eng avvalo bozorda taklifni ko'paytirishimiz zarur. Shu bois viloyat hokimlari 2 hafta muddatda ko'p qavatli uy-joylar qurish uchun qo'shimcha 20 gektardan, Umurzoqov esa Toshkent shahrida 60 gektar noqishloq yerlarini aniqlab, 2 oyda auksionga chiqarish shart.